Energiya resursidan to'g'ri foydalanish har bir tabiiy gaz iste'molchisining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ammo bugun oramizda undan turli yo'llar bilan noqonuniy foydalanib kelayotganlar ham yo'q emas. Bu kabi noqonuniy xatti-harakatlarga chek qo'yish maqsadida joylarda gaz ta'minoti filiali tomonidan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Hududlardan tayyorlangan jarayonlar haqida batafsil navbatdagi lavha orqali tanishishingiz mumkin. Hudud gaz Buxoro mahalla iste'molchilari bilan ishlash bo'limi xodimlari tomonidan joylarda reyd tadbirlar davom etmoqda. Navbatdagi tadbir Vobkent tumanida bo'ldi. Tumanning Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro o'z xonadonida zamonaviy hisoblagichning filtr qismidan rezina shlang va gaz so'rg'ich orqali ulanib 43.934 metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan. Bu holat sabab gaz ta'minoti korxonasiga 143.319 ming so'm miqdorida moddiy zarar yetkazilgan. Viloyatning Buxoro tuman Yurunbolo mahallasida yashovchi iste'molchi xonadoni tungi reyd tadbiri davomida ko'zdan kechirilganda fuqaro gaz hisoblagichdan oldin yashirin yo'l bilan gaz quvuriga ulanganligi, hisob-kitoblarga ko'ra 45.084 ming so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganligi aniqlandi. Qorako'l tumani Do'stlik mahallasi Saodat ko'chasida yashovchi fuqaro xonadoni tungi reyd davomida o'rganilganda bevosita gaz maromlash qurilmasi orqali rezina shlang bilan 2011 metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Qayta hisob-kitoblarga ko'ra filialda iste'molchi tomonidan 60.033 ming so'm miqdorida moddiy jihatdan zarar yetkazilgan. Filialning moddiy resurslaridan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari bilan o'tkazib kelinayotgan tungi reydlarda ham bir qator tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari bartaraf etilmoqda. Jumladan Buxoro shahar G'ijduvoniy mahallasining Orifon ko'chasida yashovchi fuqaro elektron gaz hisoblagich uskunasidan oldin gaz quvuri tortib xonadonda tashkil qilingan tovuqxona binosini isitish maqsadida 57.675 metr kublik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan. Holat sabab fuqaro tomonidan gaz ta'minotiga 173.025.600 so'mlik moddiy zarar keltirilgan. Shaharning Jo'bor mahallasida joylashgan noturar bino fuqaro Mga tegishli bo'lib, unda iste'molchi tomonidan tovuqxona fermasi ishchi xodimlari uchun yashash binosi tashkil etilgan. O'tkazilgan tadbirlarda mazkur binodagi tabiiy gaz quvurining kirish qismi bosh jo'mrakdan muhr orqali yoqib qo'yilganligiga qaramasdan hovli ichidan o'tuvchi gaz quvuriga yashirin yo'l bilan gaz hisoblagichsiz tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanganligi aniqlandi. 67.377 metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganligi sabab 202.131 ming so'm miqdorida moddiy zarar yetkazgan. Gaz ta'minotida raqamlashtirish tizimi orqali tabiiy gazdan foydalanuvchilarning bevosita gaz sarfi, o'sha hisob-kitobi, ya'ni ularning nazorati inson omilisiz amalga oshiriladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ba'zi iste'molchilar tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelishadi. Aynan ushbu zamonaviy gaz hisoblagichlar hudud gaz ta'minot korporativ tizim dasturiga ulangan bo'lib, tahlil qilib boriladi va tahlil natijalari tuman hamda shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlariga beriladi va reyd tadbirlari tashkil etiladi. Bugungi kunda har kun tashkil etilayotgan tungi reyd tadbirlari davomida aksar iste'molchilar o'sha zamonaviy hisoblagichlarni yechib qo'ygan holda ulardan rezina shlang orqali foydalanib, ya'ni rezina shlang ishlatib, tabiiy gazdan noqonuniy foydalanishadi. Shuningdek, yer ostidan quvurlarni o'tkazib tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelishadi va eng achinarlisi o'sha ba'zi shunday holatlar kuzatilyapti. Gaz maromlash qurilmasidan rezina shlang orqali ulab tabiiy gazga noqonuniy foydalanib kelishadi. Har bir jarayonlar davomida hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshirilmoqda. Tadbirlar davomida barcha hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillariga topshirilmoqda.